Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz bugundan e'tiboran Elita maktabimizni qurilish jarayonlari bilan tanishtirib boramiz. Mana bu bino bo'lajak maktabimizni demak asosiy kirish binosi. Mana bu yerda hozir qabul boshlangan. Bu yerdan chiqib borgandan keyin ota-onalarga, keluvchi tashrif buyuruvchilarga parkovkalar mavjud. Parkovka mavjud. Bemalol ota-onalar kelib farzandlarini mashinalar bilan qo'yib ketishib, qiyinchiliklarsiz. Bu yerda yana chiqib ketish yo'li bor. Bu yerda hozir ta'mirlash ishlari bo'lyapti. Uni ham hozir tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Endi manzil haqida gapiradigan bo'lsak, maktabimiz Samarqandning bir go'zal, yaxshi bir muborak joylarda joylashgan. Bu yerda mana chiqishda Yangi bozor taraf chorrahada kelgandan keyin Shohizinda majmuasiga qarab boriladi va ana shu burchakda joylashgan. Xo'p, bu yerda mana shu baland qad ko'targan binoning barchasi maktabimizga tegishli. Va albatta buni ichidagi jihozlar, ichidagi sinflarimiz juda keng yorug', ularni ham navbat bilan tanishtirib boramiz. Endi bu tarafga boradigan bo'lsak, hozir asosiy kirish binosi bu tarafdan va ikkinchi eshik orqa tarafdan ham kirish binosi bor. O'quvchilar u yerdan ham kirishlari mumkin. Ayni damda maktabning ichida hozir ta'mirlash ishlari davom etyapti. Shu maqsadda biz qabul bo'limini bu maktabning orqa tarafdagi binomizda qilganmiz. Mana hozir bu yerda e'tibor berasiz. Qabul bo'limi eslatmasi taxtasi turibdi. Bu yerda yozuv mana yo'nalishlar berishgan. Shu yerdan to'g'ri chiqib qabul bo'limiga hozir boramiz. Maktabimizning mana bu qismida esa mana hozir asosiy parkovkadan kirganda ota-onalar farzandlarini bu yerda maktabga tushirishib mashinalarda va mana shu yo'nalish bo'yicha bu yerda ham parkovka bo'ladi. Bu yerda mashinalari bilan chiqib ketishadi. Ya'ni qulaylik nuqtai nazaridan juda ham yaxshi bir sharoitlar qilinyapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda ham sport maydonchasi, ya'ni yugurish yo'laklari va albatta o'rtada chiroyli bir stadion, mini stadion tashkil qilyapmiz. Sport darslarida bolalar bu yerda ochiq issiq kunlarda chiqib sportlari bilan shug'ullanishadi. Ya'ni futbol maydonchasi tashkillashtiryapmiz. Xo'p, mana maktabimizga kirdik. Bu orqa tarafdan kirish hisoblanadi. Bu yerda mana zavch xonalari bo'ladi. Kirgandan keyin mana koridorlar boshlanadi. O'ng tarafda direktor xonasi bo'ladi. Mana direktor xonasi deyiladi. Mana ta'mir ishlari bitib qoldi. Bu yerda mana koridorlar ketgandan keyin mana har bir sinflar boshlanadi. Sinf xonalar boshlanadi. Hozir bu yerda ta'mirlash ishlari bo'lyapti. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, koridorlarimiz juda ham keng. Bolalar bemalol tanaffusda yurib, chiqib kirib chiqishlari oson bo'ladi. Mana sinf bu taraf xudo xolasa kutubxona qilmoqchimiz. Kutubxonada juda katta joy ajratilgan. Bu yerda yorug' joyda kitoblar o'qishadi, bu yerda kitoblar bo'ladi va hozir bu yerda hozir ikkinchi qavatga chiqishda kelajakda tepadan sinflar bor. Bu hozircha ma'lum muddat yopiq turadi. Xo'p, yana bir narsaga aytadigan bo'lsak, aynan bu taraflar ma'muriy tashkilotlar uchun, ya'ni tibbiyot xonasi, buxgalteriya xonasi va hamma tashkiliy ishlar, xodimlar ishlaydigan xonalar bo'ladi bu tarafda. Mana bu eng go'zal bir qismiga keldik maktabimizda. Kutish zali deydi. Ota-onalar, mehmonlar kelgan paytiga mana yorug', tepalari bir o'zgacha naqshlar bilan, dizayn bilan bezatilgan. Bu yer juda kavraliklar bilan qoplanib, yumshoq mebellar bo'ladi, chiroyli. Ekozonalar bo'ladi bu yerda, chiroyli. Bir kirgandan keyin bir kayfiyatli ochilib, bir boshqa bir joyga tushib qolgandek his qiladi odamlar. Va albatta mana sinflar jarayonida ketgandan keyin u tarafda sanuzellar, har bitta alohida o'g'il bolalar, qiz bolalar uchun sanuzellar bor. Yana maktabimizda yana bir ajoyib bir holatni yo'lga qo'ymoqchimiz. Ya'ni bizga ma'lumki, texnologiya fanlari bor. Texnologiya fanida, ya'ni oldin mehnat darslari deyilardi. O'sha mehnat darslarida biz ustaxonalar qilmoqchimiz. O'g'il bolalar masalan yog'ochkorlik, yo bir kasbga doir, yo mana santexnikaga doir yoki sartaroshlik, shunga o'xshagan bir
yo'nalishlar bo'yicha texnologiya fanlarida shunaqa darslarni qo'ymoqchimiz. Ya'ni bolalar, bu yerga o'qiydigan bolalar nafaqat bilin, balkim ozgina kasbdan ham xabardor bo'lish tarafdorimiz. Qizlari ham xuddi shu o'rinda tikuvchilik yoki pishiriqchilik yoki bir shirinlik pishirish yo'llari bo'yicha yo'nalishlari bo'yicha qizlarimiz ham tayyorlamoqchimiz, xudo xolasa. Va bu yerda keyin ma'lum bir joylarda, bu taraflarda oshxona, faollar zali va hammasi bo'ladi. Va mana bu taraf esa asosiy kirish qismi hisoblanadi. Bu yerda turniketlar qo'yiladi. Mana bu yerda kutish zallari, yana kassa va boshqa bo'limlarimiz joylashgan bo'ladi. Ayni damda bu yerda hozir ta'mirlash ishlar bo'lgani sababli biroz qorong'ulik, lekin bizning rejamiz bo'yicha mana shu yerda hamma boshidan oxirigacha men e'tibor beradigan bo'lsangiz, shiftlarda yoritgichlarni chiroyli yorug' yoritgichlarni qo'yamiz, LED yoritgichlarni va albatta milliy bir ko'rinishdagi atlas nusxalar mana ustunlarda bir holatlarda bo'ladi. Bu xudo xolasa bularni bitgandan keyin yana batafsil chiroyli qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Jarayonlar sentyabr oyigacha bizning rejamiz bo'yicha tugashi kerak va albatta sentyabr oyida to'liq foydalanishga topshiriladi. Va bizni albatta bu borada bu bo'ladigan ishlar bilan sizni tez orada tanishtirib boramiz, tez va bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.